Obunachilar, mana non no'liyatda betapga kelganman. Mollarim bilan keldim. Mana mollarning og'zini qarang, yashil bo'lyapti. Mana ko'rsatmayman, qarang. Mana hozir bu attagani oling. Hozir shu yerda dog'latib ketaman, xudo xolasa. Uylarni ichkari atmosferani ko'rsatamiz. Mana oyga o'rtog'im bilan kelganman. Assalomu alaykum. O'rtog'im, mollarim bilan kelganman. Yashil bo'lib qolgan. Qisqa va tez muddatda davolab berishing kerak. Formalin oyog'iga joyiga oxirlarga sepiladi. Asidi 3 rossiyskiy, asidi 3 spreysi rossiyskiy, asidi 3 yarim litrligi. Hop, spreylari yana O'zbekistonniki ham bor. Sizga qaysi biridan beray? Hozir menga shuni bitta litseyniyaga berib qolganini bir hafta uyimda davolab qo'ydilar. Xo'p, bola, bor davolab beramiz. Keyin asidi 3 endi sizning molingiz nechta oshna? Hozir meniki 10 ta. 10 ta molga mana arzonroqcha. Sababi buni yarim litr, bu 150 gram, bu 100 gram. Sizga ko'p molingiz ko'pligi hisobiga mana shundan olsangiz arzonroqcha. Mana o'zi rasmlarni ko'rsatib qo'ygan, og'zdagi, oyoqdagi yaralarga, sigirlarda yelinigacha hozir bo'lyapti. Xudo xolasa effekti behijolat. Hozir o'rta bitta birinchi yordam ko'rsating, yuring. Buni olaymi? Ketdi, yuringlar. Bu yonboshdan qilinadimi? Bu yonboshdan qilinadi. 30 kilosiga 1 grammdan rossiyskiy asidini qilyapmiz. Hozir kilosiga qarab qilamiz. Asidi ham antibiotik, ham vitamin. Meni mollarim ona bo'g'oz. Bo'g'oz, nojo'ya ta'siri yo'q. Xudo xolasa vitamin ham bor. Tarkibida vitamini ham bor. Asidi degan rossiyskiy vitamindan qilyapti. Bu 3 kunda bir qilinadi. Hozir mana sigirim necha kilo? Sigiri 400 kilo, bunga 13 gram qilamiz. 3 vazn 400 kilo chiqadi. 100 kiloga necha gram? 100 kilosi 3 gramdan. Bundan tashqari otlarni, boshqa hayvonlardan davolaydi. Ot, it, mishi hammasi ketaveradi. 2025-yil hozir bugun 18-noyabr. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Mana. Mana bismillah. Oh. Qanday? O'rtasi shekilli bu. Mana ustiga chiqib yurib qilyapti. Bitta nomerani ekan. Hatta qanchalik tepada turganini ko'rsatdi. Mana de. Keling, dori qo'yganmi? Mana. Kelaverasizlar, kechasi ham ishlayapsiz, kunimiz sutga. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. O'zim o'rtog'im. Aptegasini olib qo'yavering. Hozirimiz Tashlab sentr mana. Tashlab sentr kel. 200 metr yurgansiz o'ng qo'lda keladi. Mana o'zim aytib mast oldi. Ba'zi sadda sitavordan o'tganingizda 200 metrdan keyin chap qo'lda keladi. O'rtog'im nomerani. Mana shu o'rtada nomasi